أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى قال: ولا يصلي الوتر جماعة إلا في شهر رمضان عليه الإجماع. Vitr namazı ne şu? Ramazan dolam cemaat olarak okuydu, başlarda yalnız okuydu. Bunun da icma var. قال أبو يوسف رحمه الله: إذا قنت في الوتر لا يجهر. Vitrda kunut duası okunsa ünlük okumaydı. Vitrda kunut duası okugan çağda demizim de. Çünkü yani mezhepte vitrda okuş var o. Vitrda kunut okuş vacip desek, vitrda kunut duası okugan çağda işi de okuydu dedi. Ve yaknutul muqtadi aydan li'annehu dua. İmam işi de okuganken cemaat mı işi de okuydu. Çünkü bu dua. İşkisinin için işi de okuydu. Çünkü bu dua. Udu'u rabbakum tadarru'a ve khufya innehu la yuhibbul mu'tedin. Vel afdalu fihil ihfa. İşidiş evzel. Ve kâle Muhammed rahimahullah yechharul imamu ve yu'emminul ma'mum. İmam ünlük dua kılıdı. Cemaat amin dep durdu. Xuddi Fatiha okugan çağda amin degandek. Ve la yakra'u. Lekin ahir turgan cemaat o'zi qunut duosi o'qimaydi. Imom o'qisa ahir turib amin deb turdi. Va li shabahihi bil Qur'an. Ya'ni bir tarafdan bu Qur'onga azroq o'xshab qolgan tarafim bor edi. Chunki shu duoni, ya'ni mazhabdagi Allohumma inna nasta'inuka, shu qunut duosini xuddi oyatni o'rgatgandek, surani o'qitib qo'ygandek, ashunda o'rgatgan degan rivoyat bo'lg'achqa, bu Qur'onning ayetidek deb o'ylab qolgan sahobalim bor. Qur'onning ayetimiki deb o'ylab qolgan sahobalim bor. Va ixtilafi sahabati hal huwa minhu awla. Lekin sahoba kiramlardan Qur'onning oyati bo'lish kerak deb qolganlar bo'lg'achqa, garchi ko'pincha emas degan bo'lsa-mu, Qur'onga o'xshatib turib biz Qur'onning o'rnini qo'yib, Fatiha o'qigan chog'da imom ullik o'qisa, keyindagi jamoat o'qimay turibdi, ular dolinsa amin debdi, nonki amin deb turdi. Vel munferidu inşa cahar. Yani yalnız okuyan kişi o, halsızlık okuydu kunut duasını ve inşa khafat, halisa işi de okuydu. Vel mesbuku fil vitr. Vitrga keşkip kelgen, keşkip ülgürgen kişi, imam bilen kunut duası yetişip kalsa, mesela 3. rekatga ketdi. İmam bilen kunut okudu o, kunut katnaştı imam bilen. La yaknutu thaniyen fima yuqda. Özü turup, 1. 2. rekatına qazo qilishga, to'liqlashga turgan chaqda, u 1. 2. rekat bo'lg'achqa, burun qunut o'qib bo'lgan bo'lg'achqa, qayt qunut o'qimaydi. Li'annahu ma'murun bihi ma'al imami mutaba'atan lahu. Chunki u imom ash qunut o'qigan chaqda, 3. rekat qilgan chaqda imomga agishib qunut o'qishga buyurilgan. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Fasara mawdi'allahu. Undan keyin ashu imom bilan o'qigan 3. rekat ashu qunutning o'rni bo'ldi shu. Cayı. فلو قنات ثانيا يكون تكرار له في غير موضعه وهو غير مشروع. İkinci katım özü namazın to'liqlash uchun o'rnin turgan joyda qayta qunut o'qisa, bu emas o'rinda qunutni takrorlagan bo'lib qoldi. ولا يزيد الإمام في التراويح على التشهد. İmam taravih namazda teşahhuddan ortiq bir narsa o'qimaydi. Teşahhud o'qilan bo'ldi qiladi deydi. Ash vojib qilan ixtisor qildi demakchi. وإن علم أنه لا يثقل على الجماعة يزيد. Yani bu nüşün teşahhudlan kifayende olsa, taravih namazı uzun okuduğu namazı olacak, cemaatke eğir çıkmasında, aşı vacibinlan kılıp tağında atlap gidiyor demek ki, kıskartıp okuydu demek ki. Lekin cemaat kötüralıyken bolsa, bununken durutmaya mesela, teşahhudinken durut ve duan okup uzun okuydu deydi. Elbette sünnet oğuna aşamın cahid okuş. Tamam. Çünkü bu farz namaz emas. Sen kötürenmişsen, yerim oldu, to'xtab qalsang buldu. Erib kelsan, sarf etsan, asla o'ychib arama. Biz sana mecbur ekanmidi? Tamam. Lekin sunnat o'qiyman dedigansa, namoz o'qish qoidas bo'yicha o'qiysan. Tashahhuddan o'qisalar bo'lmaydi. Ha, tashahhudni o'qilan salom berib turdi deydi. Yani cemaatga eg'ir kelib qolgan bo'lsa, tashahhud o'qilib salom berib turdi. Allohumma salli ala Muhammad masalan. Barik ala Muhammad. Ya Allohumma inna na'udhu min azabil qabr degandek bunda duoni o'qimaydi demakchi.
Lekin bizda emas, unda shuni o'qiydi. Sallu kama ra'aytumuni usalli degan bo'lg'achqa. Va yati bid-du'a. Va yati bid-du'a degan yazidu va yati bid-du'a. Shayx Payshanba salom to'g'ri chiqish kerak. Jamoat egri kelmaydigan bo'lsa, qatilgan durudni va duoni qatib o'qiydi deydi. Va yati bis-sana'i aqiba takbiratul iftitah. Yana takbir shugandan keyin dual istiftahga al-istiftah deydi. Aşını subhanakallahumma degan aşu tasbihni deydi. Yani keyinde qo'shimchani elitimiz desa, 5-ki qo'shimchani elitib amna qisqartgan ekan demakchi. Lekin jamoatga egri kelib qolmagan bo'lsa, asham qo'shimcha bilan o'qiymiz. Ba'zilar duoga shu turmuz qanot hammani elitgan, shu tumiva chaqva. Ya turmuz deb qazib tutishdi. Hech kim kamaliyat ortiq narsa yo'q shu. Men bilan bir bo'lganday. Nima ekan? Biz deymiz, jamoatga egri kelib qolgan bo'lsa-mu, mallallik etilgan bo'lsa-mu, joyda sunnat bo'yicha o'qiydi. Chidaganga chiqargan. Chidasang o'qi, bo'lmasa o'girib baramal. Ammo jamoatning ba'zi odamlar sal uzun o'qisa, joyda o'qisa, shundan uzun o'qimdi u dedi. Shu namozni qaysilar o'qisa bo'ldi. Bu e'tiroz bildirish shartim yo'q. Qala va vaqtuha ma bayna al-isha ila tulu' al-fajr. Huwa sahih. Ash taravih namozidan, qiyamul layldan ki vaqti xuftan namozidan bamdaq namozi qadar araliq shu. Huwa sahih degan so'zlar Hanifi mazhabda bir qancha qarash borliqi, shuni ichida mushuni sahihga qolganimizning daif jiddan yoki fasid ekanligi ma'lum bo'ldi. Hatta law sallaha qabla al-isha la yajuz. Shunga aşkara sayı boğaçka, kutanın burun okuasa, bu kıyamınları daha istemeyidir. Çünkü bazı ulamalar diyeceğim, kim tatkan nikirlan, kişkirdi ma, namkin şu, namaşan nikirlan, tacid okusun başlasa, kıyamınları bulduk o. Kıyam Ramazan, kıyamınlarıyla şu mu? Çünkü keçe kaçan kirtte, gün kötüsünden keçi başımda. Lekin ma, hepimizde sayı karışta, ya kutanın nikir. Ve ba'dal vitr yecuz, vitrden kim okuyacak karşı caiz. لأنها تبع للعشاء دون الوتر. Çünkü teravih namazı tenninkin okuduğun namaz. Lekin vitrden aldı dediğin yapıp vitr teravihden kin okuduğun namaz. Ne teravih vitrge teravih teravih tengi teravih. Lekin hamda ten okuğanla bolsak vitr okuğan bolaydı vitr okuğan bolaydı okusak buldu. Yani vitr okuğandan kin teravih okuşta buludu da şunama. Taravih o'qigandan keyin uniki vitr o'qimdiq yoki bo'ldash bir qatim o'qilgan hisob bu. Bir qatim o'qilgan hisob. Chunki la vitran fi layla. Masalan ba'zidan da bak charchab ketib, ya atgan saada ishqilmasam bo'lmaydi deb aramalay deb yetibdi. Yetgandan keyin shundoq turadigan tadriki so'rab qolmaydi. Yoki bir savob berishay, yoki jamoatning masjidi toza yangirtib taravih o'qiyotganlar jamoat turib, jiq jamoat o'qiyotganida anglab turib yetishni ko'ngli chidamay, qattiq turiblam tartilib namoz o'qib ketdi. Vitr o'qib bo'lgan taqdirda. Bo'ldi, kecha namoz o'qisa bo'laverdi. Wal afdalu isti'abu akthar al-layl biha. Afzal o'g'ini kechining hamma qismida o'qish. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kan yusalli hatta yatawarrama qadama. Avval sal aramasi bu desa, afala akunu abdan shakuran degan nima? Li'annaha qiyamul layl. Qiyamul layl o'g'ini kam kecha o'qigan yaxshi. وينوي التراويح أو سنة الليل أو قيام رمضان. أنت كل ده نمن يقول ده إغزدمسه كل ده يا تراويح نماز ديان كل بتدو يا قيام الليل يا كي قيام رمضان يا تهجد عندك مجموعان كل بكسبولده. يعني في مزبطة إغزدا نيت قلش كرك أماس النية محلها القلب. قال ويكره قاعدا مع القدرة على القيام لزيادة تأكدها. أنه شو تراويح نمازان في مزبطة قرشدا شuna muakkada bo'lg'achqa, bir ta'kidlangan bo'lg'achqa, musulmonlar izchil tashlamay kelgan bo'lg'achqa, bu boshqa narsadan alohida farqlanib, alohidalikka erishib, buni o'tirib o'qisa makruh bo'ldi demak. Albatta makruh bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nafl namozdan kecha namozdan endi o'tirib o'qigan bo'ldi. Albatta, yani mal qudrat al-qiyam debdi. Charchab ketgan ahvolda maylimdi. Masalan, bundan o'shga sunnatni o'tirib o'qisa bo'lmaydi dedi-ku. Shunga o'xshash alohida ta'kidlangan demakchi. قال والسنة ختم القرآن مرة واحدة. أن سنة أشو تراويح نمازدا
Qur'onni bir qatim xatm qilib o'tish dedi. Ana o'sha Qur'onni tarovihda xatm qilish gapi nerdan kelgan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazonda Jibril bilan Qur'on tinchdi. Shundami? Rasululloh o'qipasi Jibril tanishadigan, Jibril o'qipasi Rasululloh tanishadigan mudarasa Qur'on, muaradatul Qur'on qildi. Oxirgi yili Rasululloh bo'lgan yili deydi, 2 qatim takrorlagan. Buni bizlar bir qatimdan takrorlagan. Yani mushunda qarab ulamolar Ramazon bo'lgan ekan, Ramazonda Qur'onni bir boshdan oyoq bir o'ngib o'tish. Davomli qanday inna atanakal kavsar bilan alam tarakayfan bilan tinshamay boshqa nurg'un surilnimi yil bu anglab boqmadan sunnamni bir anglab boqsa, shundan keyin bundan bahramon bo'ldi deb, shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mudarasat Qur'on ma Jibril degan shu izlarga tayinib turib, tarovihdan bir qatim undab anglatga yaxshi degan. Albatta unda jamoatga jafolat qilmaydigan bo'lsa, lekin hadisda unda bir bitga ahvol yo'q. Yaxshi yashamda. Lekin bizning diyorlarimizda Qur'onni xatm qilgan, yangidan Qur'on yodlab bo'lgan bolalar tarovihda turib xatm qilish orqali qorilik unvonini oladi. Diplom olish murosim bo'ldi. Qala وعن أبي حنيفة يقرأ في كل ركعة 10 آيات ليقع له الختم. Xatm qilish uchun Imom Abu Hanifa har bir rakatda 10 oyatdan, ya'ni bir safidan deganlar-ku. Bir safidan o'qisa, 20 rakatda bir para, 29 soat kunda Qur'onni xatm qilib bo'laydi deb bunda bir chechib baqqan, bilib baqqan. Wal afdalu fi zamanina miqdar ma la yuaddi ila tanfir al-qawm an al-jama'a. Bizning zamonimizda, hozir bizning zamonimizda degan Muallifning zamoni mi, Abu Hanifa'ning zamoni mi? Muallifning zamoni. Muallifning zamoni 7-asr desak, ishlarni jamoat qilib namoz o'qishdan qochirib o'tmaydigan darajada yengilroq o'qib berish shu yaxshi. Wal afdalu ta'dilul qira'ati bayna at-taslimat. Hamda afzala, masalan ba'zi farz namozlarda ixtilof bo'ldi, masalan birinchi rakatda, ikkinchi rakatda uzun qisqa o'qish masalasi, tang o'qish masalasi. Lekin ma'noda bayna at-taslimat. Mesela her 2 rekatga o'qigan oyatlar masalan 10 oyatdan 20 oyat bo'lsa, keyingi 2 rekatga o'qima 10 oyatdan 20 oyat. Tang her 2 rekatga chachqan oyat soni tang bo'lsa shu afzal. Va kaza bayna rak'atayni fi at-taslima. Yana har bir 2 rekatning birinchi 2 rekatda har biriga chachqan taqsim qilgan Qur'on tang bo'lsa, birinchi rekatda 10 oyat o'qimiz, ikkinchi rekatda 10 oyat. Yani ma 2 rekatda 20 oyat o'qigan bo'lsak, ikkinchi 2 rekatda 20 oyat. Bunda tang taqsim qilish shu afzal. Wal afdalu fi sunani al-manzil. Yani sunnat namozlarda, nafl namozlarda uyda o'qish afzal. Liqouli sallam afdalu salati rajul fi bayti illa al-maktuba. Qala illa tarawih. Tarawih masjid o'qish afzal dedi. Lianna shariat fi jamaa va qad bayyana. Yani tarawih nafl namozning qatoridan bo'lsa-mu, yo'l qo'yilishda jamoat bilan o'qish yo'l qo'ygan bo'lsa, jamoat bilan o'qish afzal. Lekin biz qildik qo'yatdim. Qarish tarafdan fikrinimi? Jamoat bilan yo'l qo'ygan, lekin Rasululloh jamoat bilan o'qib bo'lgandan keyin oxir xususiyatda sallu fi buyutikum dedi. Davomkeyin uyda o'qishmi bir tarafdan afzalligi bor. Endi qunut duosini, ham shu uyda tarovih o'qish masalasida ulamoning qarashini bayon qilsak, Imom Malik, Rabi'a, Imom Malik ustozi, Imom Shafi'i, Ibrohim an-Naxai, Hasan al-Basri, wal Aswad wal Alqama uyda o'qigan afzal dedi. Uyda o'qish afzal dedi. Shu olimlar hammasi Ibn Umar va Salim va Nafi va Qasim shular hammasi kanu yansarifuna va la yaqumuna ma'an nas. Tandan salom bergan ekan, bular uyga kirib ketdi. Ibn Umarning sunnati bak eslagan sahabiga va uningga masalan Salim va Nafi degan shu balisi va azizgardilari deylar. Bular shunda qildi. Al-Qasim mashfuqa saba Madinadagi Qasimmo shunda qildi. Jamoat bilan tarovih o'qimay uyga ketdi. Va ixtiyorut Tahawi, Imom Tahawining tanlashi shu. Lekin bu qarashni qilib o'zini bor. Hamda tafsiroq sinf boshqa o'rganishlar shuni izlayman. Ramazonning masalan xatmini qildik shunama. Xatma shu Ramazon ichida tamomlanadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oyni
Eşşehru hakeda ve hakeda da 29-30 buldu dedi. Nani hatma kılmak olsak 29 ya 30 tügeş kerak. Yani 27 tügettik. Mesleğimdeki 27 tügetip hatma duası okuyordu. 27 tügetip alayda dual hatma kılış, 27 to'g'rilab Qur'onni hatma qilish va hatma duosi o'qishning hukmi nima? Bid'atmi, mustahabmi? To'g'rilab hatma qilib duo qilish. Uzun duo qildik, sudaysiz. 1 soat alayda duo qildik. Albatta bu qunut duosi-ku. Qunut duodan duo hatm deydi shuni. Shuning hukmi nima? Bid'atmi, mustahabmi yoki joizmi? Albatta Saudiya Arabistonining boshqa masalalarda tutgan o'lcham bo'yicha qilib qilsak bid'at bo'lib chiqishi lozim. Garchi buni qilayotganlar Saudiya Arabistonidagi ulamolar bo'lsin. Chunki bid'atga nima o'zi bid'at bo'lgan? Saudiyalikda qilsa bid'at bo'lmaydigan, Uyg'urlar qilsa bid'at bo'ladigan shu. Mana ekan, o'shani tafsirda ishlatilgan. Faslun قال صلاة كسوف الشمس ركعتان كهيئة النافلة. Kun va oy tutilgan chaqda o'qiladigan namoz. Ya'da kun tutilish namozini tilg'aldi, oy tutilish vaqaligidimi namoz o'qish bor. Hanafi mazhabda balki uyda o'qiydi deyish mumkin. Bu namozmi nafl namozlar jumlasidan bo'lg'achqa shu navafil babiga kirgizdi. Endi shu namozningki odim bayon qilgani o'qish uslubini bayon qildi. Tarifi, hukmi degan gap yo'q. Ama kusuf bilan xusuf, oy va kun ko'pincha masalan quyosh qilsak, quyoshninki nuri yo'qolib, ko'rilmaydigan holatda qoplanib ketgan, yugilib ketganini bildirgan so'z. İnkesafat desak, qaragan kishining ko'zi ko'rilmaydigan shaklda qop-qora bo'lib ketgan, tutilib qolgan ahvolni ko'rsatadi. Ba'zi ulamolar kusuf degan so'z oy tutilganmi, kun tutilganmi ishlatadi desa, ba'zi ulamolar kun tutilgan ahvolda kusuf deymiz, oy tutilgan ahvolda xusuf deymiz degan. Lekin arab tilida har ikkisiga ishlatish bor. Lekin ko'pincha ahvolda ishlatish kusuf lish-shams va xusuf lil-qamar. Sahih Buxoriydami shams, ya'ni quyosh uchunmi xusuf so'zi kelgan. Ba'zi ulamolar kusuf bo'lsa bir qismi tutilishini ko'rsatadi, xusuf bo'lsa to'liq tutilishini ko'rsatadi degan. Bu kusuf bilan xusufning bu nima sababdan bo'ldi desa, oy bilan quyoshning oralig'iga yer shari kirib olsa, oyning tutilishi bo'ldi. Yer shari bilan quyoshning oralig'iga oy kirib olsa, zaman kun tutilishi bo'ldi. Lekin buni shu astronomlar obdoroq bildigan islom. Salatul kusufning hukmi nima? Salatul kusufning hukmi sunnat. Bu asosan ko'pchilik ulamolarning qarashi. Yoki ijmo desakmi bo'ldi, lekin Hanafi mazhabidagi ba'zi ulamolar, bizning shu O'rta Osiyo tarafidagi mashayikhlarimiz ba'zilar vojib deb qaragan. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam salatul kusuf o'qishni buyurgan. Inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayatillah yukhawwifullohu bihima ibadahu fa idza ra'aytum shay'an min zalika fafza'u ila as-salah. Yani istiğfar ve dua diyendek rivatli var. Yani Resulullah namaz o'qishga, istiğfar etishga, duo qilishga buyurgan ekan, vojib degan berib qoladi. Chunki al-amru lil-wujub dedi. Qur'on Karimda va ma nursilu bil ayati illa tahwifa deb keldi. Yani shu salatul kusuf vaqaligi hadisi 24 sahobadan rivoyat qilingan. Bunun içinde Esma ve Ayşe bint Ebi Bekir'in radıyallahu anhum, onun başka İbn Abbas, Ali, Mughir ibn Şu'be qatorliq sahabe kiramlar bor. Kusufning sababi nima esa, sababi biz bayon qilgandek, shunda yer sharining quyoshning o'rnining yana bo'lishi. O'ttirda bir narsa to'sib olganlikdan. Lekin bu hissiy sababi desak, ya'ni biz ko'rib turgan moddiy sabab shu. Lekin buningki asos sababi Alloh taolo bandalarni qo'rqitib, gunoh ma'siyatdan yanson, kaboirni tashlasin, Allohga qaytsin deb qo'rqitish uchun Alloh taolo shuni o'rnashtirgan. Bu salatul kusufningki tarifi va hukmiga munosabatlik bayonlar. Yani bu salatul kusufni o'qiydigan vaqt qaysi desa, albatta kun chiqqandan tortib tutilishi mumkin-ku, kun chiqishdan tortib. Hanafi mazhabda kun chiqqandan keyin, nayzi bo'yi ko'tarilgandan keyin nafl namoz o'qish joiz bo'ladigan vaqt bor. Chashgoh vaqti kirgandan tortib o'qishga bo'ladi. Unda ilgari tutib qolsa, namoz o'qimaysa
Çünkü bu ko'tarilayotgan va chashga qadar nafl o'qish shaklangan chaqda deydi. Asrdan kimmi kun tutilgan holatda kusuf namoz o'qimaydi deydi. Bu qarash İmam Savuri, Layth va Hasan Basri qatorliqlarga qarshi İmam İbnul Munzir mushu qarashni tanlagan. İmam Malik rahmatullohi alayh kun qiysayg'andan keyin o'qimaydi degan. Yani bir qarashda qiysayg'andan keyin o'qiydi dedi. Yani bir qarashda asrdan keyin o'qimaydi dedi. Ishaq ibn Rahway asrdan keyin o'qiydi, kun sarg'aygan qadar dedi. Bomdatdan keyin o'qiydi dedi. Kun chiqayotgan chaqlar tutib qolgan bo'lsa, nayz bo'yi ko'tarilganga qadar o'qiydi. Lekin 3 vaqt o'qimaydi. 3 vaqt deganimiz kun chiqayotgan, tiklashgan va petayotgan chaq. Lekin kun petayotgan chaqda tutilgan chaqda hamma ulamolar o'qimaydi dedi. Ana bu yerda salatu kusufish shamsi rak'atani dedi. Hozir kusufish shams namozininki necha rakatligini bayon qildi. 2 rakat. Shunami? Hamma olimlar 2 rakat deydi buni. Lekin muhim bo'lgani hozir ixtilof bo'lgani sufti. Ham shu 2 rakat namozni qanday o'qiymiz degan. Ya'ni bu mazhabda shu 2 rakat salat kusufish shams odatda biz o'qiydigan namozlarga o'xshash. Bundan 2 rakat sunnati, bundan 2 rakat farz degandek, shunda 2 rakat o'qiymiz. Biz biladigan shu namozni o'qiymiz. Lekin azan to'lanmaydi, takbir tushirilmaydi. Jamoat olib o'qiydi. Kahayatin nafila, odatdagidek. Mush qarash hozir odatdagi namozdek 2 rakat namoz o'qiymiz degan qarash tabi'lardan İbrahim an-Nakhai, undan boshqa Savri ibn Abi Layla, yana Abdullah ibn Zubayr va boshqa ashablarningki qarashi. İmam Şafii, İmam Malik ve İmam Ahmad ve Hicaz ulemalari, yani cumhur deydi bunlar. Salatul kusuf 2 rakat bo'ladi. Lekin har bir rakatda 2 ruku bor. Her bir rekatta 2 ruku qilish bor deydi. Nonki her bir rekatta 2 ruku, her bir rekatta 2 sajda, ama her bir rekatta 2 qiyam degan. Bularning qarashi shu. Bu qarash Davud az-Zahiri, Abu Thawr, İmam Ahmaddan bu qarash keldi. Davud az-Zahiridan Abu Thawrdan keldi. Endi İmam Ahmad ve İshaq ibn Rahwaydan kelgan yana bir qarashda her bir rekatta 3 ruku qilamiz. Yana Tavus ibn Kaysan ve Hubayb ibn Abi Thabit ve Abdülmelik ibn Jurayj qatorliqlarning kelgan qarashda her bir rekatta 4 ruku qilamiz. Her bir rekat 4 ruku, lekin 2 sajda bor edi. Bu qarash Hazrat Ali ve İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan. Yani Said ibn Jubayr, İshaq ibn Rahwaydan yana bir qarash ve Muhammad ibn Jarir at-Tabari ve Şafii ulamadan ba'zilar Salatul kusufda mancha rakat ya mancha ruku degandek belgili bo'lish yo'q. Ruku qilib, sajda qilib, ruku qilib, sajda qilib o'qiyverdi debdi. Endi bundan tafsili qanday o'qiydi? Vallohu alam. Bundanki hozir masala, ya'ni bu mazhab shu odatga namozdek o'xshash o'qiymiz dedi. Boshqa ulamolar odatga namoz o'xshamaydi dedi. 3 ruku, 4 ruku, 6 ruku, 8 ruku, 2 ruku qilmasa odatga namoz o'xshamaydi degan. Hanifi mazhab bilan faqat İbn Abi Layla ve Thawri qatorliqlar bor. Al-Miyada Hanifi mazhabning dalilini ma kitobda bayon qildi. Lima rawa jama'atun min as-sahaba minhum Ibn Mas'ud ve Ibn Umar ba'zi kitoblarda ve Ibn Amr da biz qo'ydik. Lekin shu ixtiyorningki qo'lyozma 2 nusxasida Ibn Umar deb kelgan. İbn Umar deb kelgani shu to'g'ri. İbn Umardan mo rivoyat qilgan bo'lsa, 2 rakat, odatdagidek 2 rakat o'qildi degan qarash. İbn Umar deganimi to'g'ri, İbn Amr deganimi u to'g'ri. Chunki Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhudan mo unda odatdagidek 2 rakat o'qildi degan rivoyat kelgan. Va Samura ibn Jundub yoki Jundab radhiyallohu anhu vel Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu musabildan odatdagidek 2 rakat o'qiymiz deb keldi. Başqacha o'qiymiz degan rivoyatlar boshqa nurg'un sahobadan kelgan. Asma, Aisha, Ali, Ibn Abbas chiqlar. Lekin odatdagidek o'qiymiz degan rivoyat musahobadan keldi. Bular rivoyat qildi, annan nabiy sallallohu alayhi vasallam salla fi kusufi shams rak'atayn kahiyati salatina va lam yajhar fihima. Salat kusufda biz odat o'qiydigan, biz biladigan namozdek o'qidi, unda qiraatni ichida o'qidi dedi. Mana
Abdullah ibn Amr radıyallahu anh'ın hadisini ma kitapta İmam Ahmed rivayet kılgan deb kasafatish shamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem faqama ve qumna ma'ahu fa atala al-qiyam hatta dhananna annahu laysa biraki'an thumma raka'a falam yakad yarfa'u ra'sahu thumma rafa'a falam yakad yasjudu thumma sajada falam yakad yarfa'u ra'sahu thumma jalasa falam yakad yasjudu thumma sajada falam yakad yarfa'u ra'sahu ثم فعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى حديث حسن. Yani kıyamdımı şunda uzun durup gitti. Biz bugün ruku kılmayalım dep kaldık. Ki ruku veripti. Endi rukudummu beşi kutam turi vergen diken rukudum beşi kutam alışır dep kalgan kadar şunda durup gitti. Ki secde vardı. Aslında her bir kademda şunda uzun tuğallıkını gösterdi. İmam Ahmed Samara ibn Cundab radıyallahu anhu'dan rivayet kılgını ma kitapta bayan kıldı. Ve vafakna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hina kharaca ilen nasi fastaqdama فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم ركع كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك. Ma o aciz iken. Bundaki İbn Mesud radıyallahu anhu'dan kelgan rivayetni İmam Ebu Hanife rivayet etdi. Ebu Musa al-Ash'ari rivayet kılgan Sahih Buhari ve Müslim'de rivayet etdi. Khasafatish shamsu faqama an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem fazi'an yakhsha an takuna as-sa'a. فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. لكن مشير ده عادة نمازك أغان diye mezmun bağ demek yani bir mezhep. Yana Abu Davud rivayet kılgan hadiste biz bayatın İmam Ahmed rivayet kıldık. İmam Abu Davud rivayet kılgan Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhu'dan. Ondan Sahih Buhari Müslim'de bayatın kısa Ebu Musa al-Ash'ari'den geldi. Sahih Buhari ve Müslim. Yani Buhari'de an Ebi Bekrata radıyallahu anhu قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه. Yani kişiler toplandı demek. Resulullah'ın etrafını toplaştı. فصلى ركعتين فانجلت الشمس. فصلى ركعتين lam degendiken şu adetke biz bildiğin şirketke bardo dep şendi. Yana Sahih Müslim'deki hadiste Abdurrahman ibn Samura rivayet kılgan hadiste kilişçe fasalla rak'atayni deplan keldi. Onken Bukhari'da fasalla rak'atayni fencelet şems dedi. Sahih Müslim'de fasalla rak'atayni dep keldi. Ama da şirketlam okudu deplam kasa. Hani bir mezhebinin demek çoğuna munda kep qalsa şu adetki şirket dep düşünümüz bunu. Allah'a bir şirket olan bolsa onun manda şekildeki manda şirket deydi demek şey. Yani bir mezhebninki kusuf namazını adetlikler okuduğu delili şu. Yani bu şu rivayet hadisler bazılarına hasan bazılarına daif dedik. Bukhari Müslim'de şikayet geldi o. Ha başkalarına hasan daif diyen bolsa mı? Onu bir taraf kılan bolsa mı? Cumhur ulemalar Sahih Müslim'de ve Bukhari'ye gelgen iki delilini bir taraf kılanmay. Bu rakateyn deyin gap yakmında bir gapte bunday dat her xil tekalluf bilan ta'vil qilishga urinib baqqan. Lekin urinib baqsimi qo'llashmagan. Yani mezhebning delili sahih hadis, hasan hadis ve daif hadis. Ucularını sen misin? Şu delil oldu. Meydan şahit olanda Türkler grubu diyendikken Resulullah'ın ayda okumanı çıkar mı? İbn Mesud Halil'de mesela. Onun delili hem dikilimiz. Bazıları hani bir mezhebin delili. Yani bir mezhebin var. Başkasını hesap kalmasak mı? Bukhari Müslim'deki fasallar rekateyn diyen sözü var o. Bolda şu delil. Şirket okudu diyen ki müzahir arkanda birisiga bir Müslüman şirket namaz ise arkanda namaz isimiz kıldı. Şirket namaz. Yani her bir rekatta bir ruku kılış namazı. Qala ve i'tibaran laha bi gayriha min as-salat. İ'tibar diyen sözümüz kıyasıdır. Ve ondan başka namazla kıyas kıysak mı? Şunda adetkilik şirket çıkıdı dedi. وقال صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس إذا رأيتم شيئا من هذه الأشياء فافزعوا إلى الصلاة namazga aldıranlar derhal namazı tutuşkılınlar dedi. فينصرفوا إلى الصلاة المعهودة وهي ما ذكرنا. Lakin namaz kaldıranlar diyendikken biz bildiğin adetteki namazga bardı bu gap.
Bizden degenimiz mi? Muşo deydi. Ferza'u ile salat degan rivayet muttafaqun alayhi hadisda kelgan. Qala ve yusalli bihim imamul cuma. Hamda boshqaning daliliga qaraydigan bo'lsak, ulamo sayyidlardan dalil keltirgan. Buxariyda, Muslimda va sunan kitoblarida kelgan sayyid hadislar bor. Yani şu her bir rükuda 2'den, 3'den, 4'den, 6'dan, 8'den diyendek rükunu tilga algan hadisler var. Yani Hanefi mezhebinki başka şekilde kelgen hadislerge bo'lgan cevabı muş hadislerde salatul kusuf rivoyat qilgan hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldığı do'zax bilan cennet ko'rsatilgan. Do'zax ko'rsatilgan chaqda oxirgi bir qadam dajigan. Cennet ko'rsatilgan chaqda oldiga bir qadam chiqqan. Hatta üzümden bir sabah üzmekçi olgan. Bunda ahval buldu. Belki mujna bir ahval bolsa, ruku qilgan ahvaldan daim qilgan bolsa, beshin ko'tarib qaragan bolsa, keyin tug'alla rukudan beshin ko'tarib, yana ruku ibodi deb, ikki rukuda tushunib qolgan bo'lishi mumkin. Bu bir. İkinci ehtimal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta ki quyosh esilib ketganga qadar tutilish oyoqlashgan qadar namoz o'qiladi dedi. Namaz o'qitib, ruku verib, rukuda uzun turib, ruku turgan chaqda quyoshga qarab baqqan bo'lishi mumkin. Ekildimi, ekilmadimi? Buna qarab baqib, ekilmoqda. Yani ruku verib, davomlashtirgan bo'lsa, keyin turganlar Rasulullohni do'rab, qarab baqib, uni ruku qilib, uni oxir turganlar, ikki ruku qildi Rasululloh deb uni tushunmay, ikki ruku deb qilgan bo'lishi mumkin. Yoki yani bir ihtimal uzun turaverganki rukuda bunda turib yarım saat turdi, 1 saat turdi deylar. Keyin yanda semallohu liman hamida desa biz anlamay qoldikmi? Nima ish yo'lda deb beshini ko'tarib qarab baqqan bo'lishi mumkin ba'zi. Qarab baqqaniki uning oxir turganlar qiyomga qaytib yana rukuga de ikki ruku qildi deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Yani mushunda ehtimolliklar bor edi. Bunda ehtimollik bo'lgandikan, Hanefi mazhab ikki rakat odatdagidek o'qilgan sahih rivoyatga tutib turib, ma ehtimollik bo'lgan ma hadislarni ittirob babiningda deb ittirobmi hadisni ajiltirgan bir matndagi masala. Ittirob bor. Chunki bu ittirob qanday? Ikki ruku qilib deb keldi, shunami? 4 deb keldi, 3 deb keldi, 6, 8 deb kelgan ekan, ma ittirob bo'ldi. Ondan sonra biz ikki degan seyni Allah bunu güçlendirdiğine bizninki barliq namazga qildigan qiyos unda bir asli bor. Yani adet namaz bir rukudan buldu degan bir asli bo'lgan ekan. Ma sayyidisi bilan ma aslini birlashtirsak, ma kuchlanib ketadi. Lekin ma har xil rivoyatga kelgan ekan, ikki desak, amza 4 deganni qanday qilamiz? Uni javob beraman. Ikki sayyid desak, 4 degan sayyid chiqib qolsa, uni amal qilish lozim. Undan keyin hozir ikki deganlarga qarta ikki deganni olamiz deb turasınız, 4 deganni olishingiz lozim. O'xshash. Lekin bular o'zaro bir chiqqan bir olmagan ekan, odatdagi namoz o'qiymiz deganlarni bilmasa bo'lgan ekan, odatdagi namozga qiyos qilish bilan va sayyidisini tutish bilan hadislarni olmadi. Yani bu mazhabniki qarash shu. Bu bir tarjih qilish usuli. Chunki rivoyatlar o'xshash chiqmadi bunda. Bunu birini tutuş lazım, birini tanlaş lazım. Bunu kan tanlaymaysa, ikki ruku deganni tanlasa, 4 rukuni tanlamadan az degan gap chiqdi. 4 ruku deganni tanlasa, ikkini tanlamadan 6 8 ni tanlamaysiz degan gap chiqdi. Lekin bir ruku deganni tanlasa, odatdagi namoz shunda o'qilibdi desa, ma'un sal mustahkam. Yani musho jalliq. Shunga Ibn Munzir Hanefi mazhabning mushqarish jalliq bo'lg'achqa, garchi u ko'pincha masalada Shafiy mazhabining jumhurninkini yoki ahli hadis yaqilgan qarashdan tutmaydigan bo'lsa-mu, Imom Shafiyning mazhabiga xilof kelsin va Hanefiyninkini tutmaydi degan tarjih qilgan. Ha, itiraf fil matn. Bir acizlik qildi shu. Unda deb o'tirishga ulamalar hozir mesela ulamaning qarashini bayon qildik. Mesela Ishaq ibn Rahoydan ya Imom Ahmaddan shikil rivoyat keldi. Lekin boshqalarimiz birini tanladi bular. Yani bunda hammasi bunda har xil kelgan. Bir rukular o'qsang bo'ladi, 2 bilan bo'ladi, 3 bilan bo'ldi, 4 bilan bo'ldi, 6 bilan, 8 bilan bo'ldi degan ulamalarimiz shu. Ularga iyisi yo'q hozir. Rivoyatlarning bir qadar namozda kelgan rivoyat. Uni qo'llanmaydi. Bu necha qatam o'qigan bo'lishi mumkin. Kusufni
necha qatim o'qigan bo'lsin. Anda davlat ko'p qatim o'qigan bo'lsa, birinchi qatim, ikkinchi qatim nasib bo'ladi. Ya'ni ko'p qatim bo'lar. Birinchi qatim qiz, ikkinchi qatim nasib bo'ldi. Qaysi ilgari, qaysi keyin buni qanday isbotlaymiz? Isbotlashdan tarix lozim. Va Sahih Buxoriyga rivoyatda ko'pincha shu İbrahim alayhissalom, Rasululloh sallallohu alayhi o'g'li İbrahim alayhissalom o'lib ketgan chaqda kishilar kun İbrahimning vafot bo'lganligi uchun tutildi. Shuning g'azi tutib, qarliq tutib tutildi degan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qib bo'lib, endi sana aytib, kishilarga inna shamsa val qamara ayatan min ayatillah la yankhasifani yoki la yankasifani limawti ahadin wala lihayatihi yoki limawti ahadin minan nas fa idza ra'aytum dhalik fasallu fafza'u ila as-salah wad'ulloh vastaghfiru deganda g'andarvalik. Yani bu İbrahimning vafot bo'lgan chig'i deymiz. Undan boshqa holda buni tilgan bo'lishi mumkin. Yani ilgari kelligini qilib bo'lmaydi. Manzo hafımızda şu gün tuturuşlu başlanmışlar, daha da şu gün ecilgetisi okuş. Bunu şart yapabilirsiniz. Ya bunda şart emas. Hadiste hatta tenceli dediğo, hatta tenceli şems şunama. Bu aşında tutuluş ayaklaşkan kadar namaz okusu buldurdu. Ayın bir hadiste tafza'u ila salah ve dua ve istiğfar diyendiken namaz okup aşında davamlasın bulduğun. Ya bir kısmını namaz okup bir kısmını da dua kılıp bir kısmını da istiğfar mesela. Ayında kıysı bulduğun köz. Bundan iken namaz okup namazdan keyin oturup dua kılamdı, istiğfar etamdı, buldu. Çokum zar ahir kadar okuş lazım den yapıyor. Nika ahir kadar aşırı namaz okusa buldu. Hatta tenceliye diyen bu açıda. Qala ve yusalli bihim imamul cuma. Cemaatke cuma imamı, cuma xitva xunumi namaz okup durdu dedi. Muş namazını cemaat bilan o'qiydiganlikka mushuni tutturdi. Şu İmam Tahavi rahmetullahi alayhi mush namozni ya cuma o'qiydigan jamada yoki hayit namoz o'qiydigan hayitgoh tuzlanlikda maydonda o'qiydi degan. İmam Şafii ve İmam Ahmad mazhabida masjid o'qish sunnat. Çünkü Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjid o'qigan. Yana kusuf vaqti va hayitgohga chiqib nima qilishga yetishmay qolishi mumkin. Hayitgohga chiqib yarim soat munda vaqt ketgan bo'lsa, vaqt o'tib ketib qoladi degan. Yani mushunga munosabatlik ahkamlardan oy tutilgan chaqda Hanifi mazhabda jamoat bo'lib masjidda namoz o'qish yo'q. Yoki jamoat bo'lib namoz o'qish sunnat emas. Uyda ixtiyoriy namoz o'qiydi. Nima uchun degan chaqda oy tutilgan chaq, kech ya kecha o'g'achqa kishilar o chaqda yig'ilib bo'lishi qiyinga tushadi. Burungi zamonlardan chiroq yo'q, ko'chalar qorong'u, laypatqoq bo'lgan chaqlar. Lekin hozir kechada yig'ilishmi qulay bo'lishi mumkin shaharlarda. Qala li annahu ijtima'un. Chunki nurg'un odam to'plashib o'qiydigan namoz bo'lg'achqa jumaga o'xshash jumaning imomi o'qib berdi. Jumaning imomi bo'lmasa, uning izbasar o'qiydi. Nima uchun degan chaqda buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi o'qigan. O'zi imom bo'lib o'qipadi-ku. O'qigandan endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning izbasari xalifalikda. Xalifa juma imomini tayinlaydiganlar. Juma imomi xalifaning izbasari bo'ldi. Undan keyin shu Rasulullohning o'rnida turgan kishi edi. Albatta da ulamalarım varasatul anbiya ki ulamalar olup kalsa ulu okpasın buldu. Meyadapto feyüştaratu naibul imam taharruzan anil fitneti kel cuma. Cuma'da mı başkalı halgançı imam bulup patparaksızlık olup kalsa konularga ya ki aşında ziddiyet ya ki hükümet şaklıgan işte bulup kaldığın bu açığa aşı mukim imam okuydu demek. Kala ve la yechharu lima taqaddam. Lima taqaddam degine şu tört sahabeden kelgen rivayette velem yechhar fihima degan bu açığa Hanifi mazhabda salatul kusufning qiraatini ishida o'qiydi, jahri o'qimaydi. Bu hamda shu namozda qiraatni qanday o'qiydi degan masalaga munosabatlik. Hanifi mazhabda mush Abu Hanifa rahmatullohi alayhining qarashi hisob. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi va yana Imom Muhammad rahmatullohi alayhi, Imom Muhammadni aniq kelgan bo'lsa-mu, imom bilan birga mushqarashlik ekanligi aniq qildi. Har xil kelib qolgan bo'lsa, ko'pinchida imom bilan birga deb kelgan bo'lg'achqa,
Abu Hanife bilan Muhammad, yani İmam Malik'ten kelgan mashhur qarashda, İmam Shafi'den kelgan yana bir qarashda, mazhabga vakillik qiladi deb İmam Navoiy muayyanlashtirgan qarashda va İmam Layth'ten kelgan qarashda kusuf namozda ishida o'qiydi. Lekin husuful qamarda ullik o'qiydi deb kelgan. Yani bu mazhabdagi ulamolardan İmam Abu Yusuf rahmatullohi alayh, yani İmam Ahmad ve İshaq bular kusuf shams va husuful qamar har ikkisida ullik o'qiydi degan. Bular yani Abu Hanife, İmam Malik'ten kelgan mashhur qarashda, İmam Shafi'ninki mazhabga vakillik qiladi deb İmam Navoiy muayyanlashtirgan qarashda va Layth ibn Sa'd mushu olimlarning qarashida kusufda ishida o'qiydi, kusuf shamsda, kusuful qamarda ullik o'qiydi degan. İmam Abu Yusuf, İmam Ahmad ve İshaq bular her ikkisida ullik o'qiydi degan. Muhammad ibn Jarir at-Tabari ishida o'qsin bo'ladi, ullik o'qsin bo'ldi o'xshash degan. Nima uchun degan chaqda hadislar ullik o'qidimi, ishida o'qidimi deganda har xil mazmun chiqadigan shaklda o'xshash bo'lmay ixtilof bo'lib qolgan. Yani hadislarning ullik o'qishni ya ishida o'qishni bildirishi ehtimolli bo'lib qolgan. İmam Abu Hanife rahmatullohi alayhi ishida o'qiydi deganga Ibn Abbas radhiyallohu anhu'ninki faharazna qira'atahu, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamninki ash namozda, kusuf namozda o'qigan qiroatini sura Baqaraga barobar keldi. Birinchi rakatda sura Baqaradek o'qidi, ikkinchi rakatda Al Imrondek o'qidi deb mo'lcharladi degan rivoyati dalil. Mo'lcharliq sura Baqaradek keldi deb mo'lcharliq deganda shu men anglamadim nima o'qiganligini degan gap. Anglagan bo'lsam falan surani yarim yoki o'qidi deydi. Lekin bunga menda bir javob bo'lishi mumkin. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Rasululloh vafot bo'lgan chaqda yoki vafot bo'lishdan ilgari 13 yosh 14 yosh vaqtlarda ko'pincha safning oxirida ayollarning safining oldida, erlarning safining kendi turdi. Ondan keyin shunga nima qiroat qilganligini anlamagan bo'lishi mumkin. Ullik qilgan bo'lsa-mu, nima qiroat qildi, o'cha mikrofonli bo'lmagan ekan, anlamagan bo'lishi mumkin. Xuddi namozga assalomu rahmatulloh Allohu akbar deb qo'ydi degan Ibn Abbas radhiyallohu anhu ma kunna na'rifu qada salat Rasululloh sallallohu illa bit takbir deb shu anlamay qilib keyin undan zikrni anglagan deb nima qildi-ku? Yana Ibn Abbas radhiyallohu anhu hadisi İmam Ahmad rivoyat qilgan, İmam Bayhaqi va boshqa rivoyat qilgan esa ma sami'tu minan nabiy sallallohu alayhi vasallam fi salatil kusufi harfan degani bir og'iz so'zni anglamadim, yani qiroatidan bir og'iz so'zni anglamadim deb kelgan. Endi anglamadim deganim o asarning oxirida bo'lg'achqa, orliq jiroq bo'lg'achqa anglamagan bo'lishi mumkin. Sahih Muslim'dagi kelgan rivoyatda Aisha radhiyallohu anha rivoyat qildi, annahu sallallohu alayhi vasallam jahara fi salatil kusuf. Sahih Muslim'da kelgan. Yani Abu Davud rivoyat qilsa qira'atan tawilatan fajahara biha deb keldi. Lekin jahr o'qish sal ig'ros bilan ma'noda. Bu salatul kusuf, mesela shaxsan men bizning diyorimizda unda bir jamoatning o'qilini anglab boqmagan. Yani bizning diyorimizda tark qilingan sunnatlarning biri bo'lishi mumkin. Qala va la yaxtubu, xutbani so'zlamaydi. Li'annaha lam tunqal. Çünkü Rasululloh sollallohu alayhi vasallamniki alohida bir xutba so'zlaganligi naql qilinmagan. Rasululloh so'zlaganmi, so'zlamaganmi? Yani bir mezhebnin karışı salatul kusufda hutbe bulmaydı dedi. Hutbe okuş yok. Çünkü hadiste buyruğuna feyda raytum derke fasallu hatta tencere şems dedi. Ya ki istiğfar etinler, dua kılınlar, namaz kılınlar dedi. Lakin kusuf boğan ahvalda biz kudurayışına bu hadiste bayan kılıyorken. Bunun üstüne İmam Sözlüson cemaat diyen gibi yok demek. İmam Malik muş karışını tutkan. İmam Ahmet mu? İmam Ahmet'in kelgan ikki rivoyatning asahida mush qarashini tutgan. İmam Shafi'i rahmetullahi alayh namozdan keyin ikki xutba o'qiydi degan. Yani jumaning xutbasida ikki xutba. Mesela Eid namozdan keyin o'qiydi-ku, Eid namozdan keyin juma namozida ikki xutba so'zlaydi degan. Chunki hadisda Hazrat Aisha rivoyat qilgan hadisda fasalla thumma khataba fahamidalloha va athna alayhi thumma qala
İnne şemse vel kamera ayatan min ayatillah ila ahirih. Şehadet kelip durup, hamd sana aytip, bunda nutq sözlü de keldim ha. Yani ki mana sözde mana Resulullah söz degan. Resulullah aytgan bolsak Resulullah sözlerinde endi sözleyimiz dedi. Degan Hanefi mazhabi yak jumhur bunun qartan da javob berdi. Asli Resulullah sallam o çağda bu sözley deb ataytgan mush namazning bir qoidasi bo'lganlikdan so'zlamagan. Lekin shu chaqda kishilar kun İbrahimning vafoti uchun hozir tutishib berish uchun qarliq tutib tutildi degan bo'lg'achqa shu gap uchun shar'iy hukmni bayon qilib qo'yish, izohlash uchun nutq so'zlagan. Ya'ni ashularga raddiyaverib, bu yerda kun tutishning Alloh taolaning bir oyati, ya'ni alomati, belgisi ekanligini bildirib qo'ygan deydi. Yani Şafii mazhabga nisbatan yani bir raddiya, so'zlasak ma'qulmishini so'zli desakmi, endi bir ish bo'lib qolsa, munosabat bo'lib qolsa, izohlaydigan bir ish bo'lib qolsa, Rasululloh izohlagandek izohlab qo'ysa bo'ldi deymiz. Lekin uni sunnat demaymiz dedi. Sunnat demaymiz dedi. Yani siz degandek bo'lsa, endi bu ikki xutba degan gap nereden chiqdi? Bu hadis kelganmi? Rasululloh shunda debdimiz, inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah, fa idza ra'aytum shay'an min zalika fafza'u ila as-salat debdi. Qalbiyada unda pula bir o'tirib, keyin qo'pti degan rivoyat bormi? Yo'q. Lekin ma'vo xutba degan tarafi baklam ojizim. Qala wa yutawwilu bihimul qira'ata. As-salatul kusufta jamoatlab o'qigan bo'lsa-mu, namozni uzun o'qiydi. Lekin odatdagi farz namozlarda, jamoatlab o'qigan namozlarda qanday o'qiydi? Yengilroq o'qiydi. Asli uzun o'qsin bo'lardi. Yani shu farz namozlar, masjid namozlar uzun o'qsin bo'ldi. Uzun o'qishning sunnati shu. Aziz kishilar olib qolsa, bolalar yig'lab qolgan olib qolsa, ondan yengilroq o'qiydi. Lekin hammadan bardosh qiladigan jalliq odamlar olib qolsa, uzun o'qishning sunnat. Shunga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam inni uridu an utawwila as-salah fa asma'u bukaa as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyatan ashqa ala ummati. Nonki mush namozda jamoat namozi bo'lsa-mu garchi uzun o'qiydi. Masalan, birinchi rakatga sura Baqara desak 2,5 paraga yaqin. Ali Imron umuman uzun. Ya'ni 2 rakatga 3 para 4 para biznasi o'qiydi. Bundan boshqa rukusi shunda uzun, sajdasi shunda uzun, arliqda turishmi, o'tirishmi endi uzun. Yani jamoat imom shunda uzun o'qigan taqdirda g'alati bo'lmaydi. Chunki u farz namoz emas. Bunda uzun o'qishami, u da o'dirsa, undan siz xalsingiz chiqib salat ko'sib o'qing. Siz farz emas. Bu bunda majbur odam chiqib o'qiydigan namoz. Chunki ko'taradiganlar. Bunu bulanmışsınız uyda şu ayarlarla oturağın. Yani cemaatinin içinde şimdi adamlar var o. Sen uzun okusa uzun oku da galık yıgan. Sen kısa okusa mündamı tiz okutam da galık yıgan. Devamlı galık yıgan adamlar var. Namazda şu kök geçilikte şu kök tutuluşu Allah'ın yetkisini davlaştırıyor ya. Ya toktudu şu. Hatta tencileye diyenlikin. Ha miyade bir mesele var. Bu şu namazda ayarlarını katlaşamdı katlaşmamdı. Ha? Hadiste ayollarning qatnashganligi aniq. Sahih Buxoriyda Hazrat Aisha namoz o'qigan chaqda salat ko'sibqa Hazrat Asma kelib hammadan jamoat bilan namoz o'qigan ekan. Hazrat Aishadan so'ragan. Aya ajoyib shular bir Alloh taolaning kamol qudratini bildirgan bir alomatmi desa, hech nima eshitgan. Anda u namoz o'qigan. O'shidan ketdi, keyin yana o'sha keldi. Demak, Hazrat Aisha Asma shu namozga qatnashgan. Sahih Buxoriy va Muslim kelgan shu rivoyatda ayollarning qatnashganligi chiqdi. Endi uzun o'qishninki dalili lima ruya annahu sallallohu alayhi vasallam qama fil ula biqadri al-Baqara va fil thaniyati biqadri al-Imron. Lekin bu 2 rakatda 3 para, 3,5 para, 4 paradak o'qigan bo'ldi. Qala fa illam yakun yani ki damir imamul jum'a فإن لم يكن هناك إمام للجمعة صلى الناس فرادا. Herkim özeldiğe yalnız okuyordu. Rak'atayni ev 4. 2 rekat ya ki 4 rekat. Liannaha nafile. Çünkü bu nafil namaz. Namaz ki 2 rekat ya 4 rekat okuyordu. Wal aslı fiha al-furada. Aslı kaide nafil namazda yalnız okuştu. Farz namazda cemaat kılıp okuldu. Nafil namazının çok kısmı şunda değil. Yani yalnız okuldu.
Yoki namozda aslida yolg'iz o'qish shu qoidada, lekin ba'zi namozlar jamoat o'qish yo'l qo'ygan bo'lsa, jamoat o'qigan bo'lgan desak bu. Va taharruzan anil fitna, ya'ni fitna fasoddan saqlanish uchun men yo'q chog'da falon imom bo'lyapti, yoki soma imom bo'lyapti deb qabul qilmaslik uchun. Yoki jutdan da problem chaqirdigan shon jazolat etish mumkin. Qala va yad'una ba'daha hatta tanjali ash-shams. İşkirkede öteki o'qib bo'ldi. Yoki jamoat ishkirkadni uzun o'qib bo'ldi deydi. Oyoqlashtirib qo'ydi. Oyoqlashtirgandan keyin kun tutilishini davomlashgan ahvolda o'tirib duo qiladi deydi. Taki kun echilgan qadar. Hakada fa'alahu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunda qilgan. Va qala: "Idza ra'aytum shay'an min hadhihi al-afza' farghabu ila Alloh bid-du'a va zikri wal istighfar." Yani bir hadiste fafza'u ila salat dedi. Namaz o'qish, duo o'qish, zikr qilish va istig'for aytish kerakligi bu hadislardan chiqadi. Qala fi khusuf al-qamari yusalli kullun wahdahu. Ay tutilgan chaqda Hanafi mazhabining qarashi har kim o'z oldiga o'qiydi, yolg'iz o'qiydi. Jamoat bo'lmaydi. Lekin jamoat yig'ilib o'qib qolmaydi. Lekin jamoat olib o'qish sunnat emas demak. لأنه يكون ليلا فيتعذر الاجتماع. Çünkü ay tutuluş kişide buludu. Şu çağlardaki şaraitta aynı zamanda yığılış ters oldu. Hazırın bazı yerlerde ters oluşu mümkün. Şehirlerde kolay oluşu mümkün. وهكذا في الظلمة والريح وخوف العدو لما روينا. Şundakla kap karanlık basıp ketken, zulmet basıp ketken, boran çapkon, judulla ketken ve düşmandan ensirgen, aşında yer tevirgen, ya tsunami ve aşınga oxşaş, korkunçluk, dehşetlik ahvallar boğan çağlarda namaz, zikir, dua, istiğfar okuşba. Lima ravayna, yani biz yukarıda rivayet kılgan, فَاِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَفْزَاعِ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ diyen bu açma. Gün tutulganda bulakmış bir tutulmakta da yaşayan bazı yerlerde mesela hayat kısıkla mı eder mümkün mesela o 2 minutla görülen ahvalın oluyor. Anda vakti biz mayatını gene kıraatını uzun kılıç üstünde de vakti kıraatını uzun kılıç mümkün olur ya. Ya kaçı gün tutuluş ayaklaşkan kadar okuyunuz. Gereken namazı tamam kılıyoruz. Tamam kılıyoruz ya. Köpünce ahvaldan da gün tuluk tutulduğunda kadar uzun tutuldu. Mesela 2 saat buluşu mümkün. Şuna da şu gün içilgan kadar devam edip okuyordun. Yani meselede aynı okuş lazım aslında. Mesela ötken 5-6 yıl ilgili Kumul tarafta kırıldı o gün tutuluş. Lekin bizning darimizda kun tutuluş namazı okumaganligi namalum. Buna şu gün tutuluşun insan bazı yerlerini görgenligi Kögen joydagilar. Kögen joydagilar o'qiydi. Mishayish bo'lsin. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.